marvarid toshlariga o'xshab yig'ilib qoladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 21-iyun navbatdagi operatsiyalarimizni o'tkazdik. Ikkinchi bemorimiz ayol kishi 42 yosh edilar. Tizza bo'g'imlarida bir necha yil oldin yiqilish natijasida jarohat olib, bo'g'imlarida xondrom tana paydo bo'lgan. Bu narsa xuddi mana ko'rishlaringiz mumkin, marvarid toshlariga o'xshab yig'ilib qoladi. Juda ham konsistensiyasi qattiq, ushlab ko'rganingizda sinmaydi ham. Bu narsa xuddi shu narsa bo'g'imning ichida aylanib yuradi. Natijada bo'g'imni, tizza bo'g'imini bukib yozilish harakatlariga xalaqit beradi. Ya'ni bo'g'imga blok beradi. Shu shikoyatlar bilan murojaat qilib kelishgandi. Xudo xohlasa bugun o'tkazib, operatsiyalarimizni muvaffaqiyatli o'tkazib oldik. Xudo xohlasa endi bunaqa bo'g'imlarda harakatlar cheklanishi, bo'g'imni blokka tushishi bo'lmaydi. Bizni kuzatishda davom eting.